Biz yangi g'oyalar bilan bozorga ta'sir o'tkaza olayotgan minglab oddiy insonlarni uyli qilish niyatida bo'lgan yosh va pok niyatli kompaniyamiz. Qo'lingizdan faqat bizga qarshi yolg'on tarqatish va obro'sizlantirish kelishi mumkin. Bundan ortig'i emas. Agar sizda haqiqatni gapirish niyati bo'lsa, tergov ishlari olib borilayotgan, faoliyati to'xtatilgan qolgan 58 ta kompaniya haqida ham gapiring. Ularning tergov ishlari nima bo'ldi? Sabab nima edi? Gapira olasizmi? Yoki xohlamaysizmi? Biz hech qaysi mijozimizni norozi qilmaganmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda va ayrim nashrlarda tarqatilayotgan mijozlar norozi degan gaplardan hayronmiz. Savol tug'iladi. Biz qaysi mijozimizni norozi qildik? Bizdan noroziman deb chiqish qilayotgan ayrim shaxslar aslida kompaniyamizga nisbatan moliyaviy majburiyatlarni bajarmagan, kompaniya oldida qarzdorlikka ega bo'lgan mijozlar ekanligini barcha hujjatlar orqali isbotlash qiyin emas. Ular orasida o'z aybini yashirish uchun haqiqatni buzib ko'rsatayotgan qo'shtirnoq ichidagi norozilar ham bor. Mendagi mavjud aniq ma'lumotlarga qaraganda, ushbu kompaniyaning kamida bir nechta obyektida tergov surishtiruv ishlari hozirgi paytda olib borilmoqda va ushbu kompaniyaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgacha ushbu kompaniya tomonidan qurilgan ikkita yirik loyiha qurilish nazorat inspeksiyasi tomonidan sifatsiz va hech qaysi SHNK qoidalariga amal qilinmagan deb topilgan. Bundan tashqari, ushbu kompaniya tomonidan qurilgan bir nechta loyihalarda hozirgi kunga qadar kadastr hujjatlari mijozlar uchun taqdim qilinmagan. Nega Kun.uz nashri ushbu ma'lumotlarni ommaga taqdim qilishni o'rniga ushbu kompaniyaning targ'iboti bilan shug'ullanib kelmoqda? Nega ushbu kompaniyaning reklama roliklari Kun.uz platformalarida joylangan paytda doim izohlari yopiq holatda bo'ladi? Kun.uz nimadandir qo'rqadimi yoki nimanidir yashirishga urinadimi?